Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videorolikimizda Pocket Option saytida texnik analiz qilib pul ishlashga harakat qilamiz. Agar sizlar bu saytda yangi bo'lsanglar, registratsiyadan o'tish, verifikatsiyadan o'tish, sayt interfeyslari haqida to'liq video obzor bizning YouTube kanalimizda bor. Bemalol YouTube kanalimizga o'tib, sayt haqida yana to'liqroq ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, bizning bugungi balansimizda $187 bor. Shuni biz oshirishga harakat qilamiz. Videoni boshida aytib o'tgandek, texnik analiz qilamiz. Bundan oldingi videoda ko'rsatib o'tgandim. Birinchi bo'lib buni D1 ga o'tkazib olamiz. D1 ga o'tkazib, mana bozorni yaqinroqdan ko'rib olishimiz kerak. Switchnoy bu yoqda avtomatik 30 daqiqalik bo'ladi. Demak, uzoqlashtiramiz. Bu yoqda ko'rib turganingizdek повышающий trend bor. Hozir sizlarga chizib ko'rsatib beraman. Ya'ni bozor bugundan ochilgan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin, polni tepaga qarab harakatlanyapti bozor faqat, ya'ni повышающий trend ham bo'ladi. Bu yoqda yana уровень поддержки, уровень сопротивлениясini ko'rsatib o'taman. Mana bu yoqda уровень сопротивления bor. Ko'rib turganingizdek, mana mana shu liniyaga kelganda yana bozor atkatib bo'ladi. Bu yoqda pastdagi liniyasiga tegsa, yana tepaga yurib ketishi mumkin. Ya'ni triuголникka hozirda bozor hosil qilayotgan ekan. Demak, switchani yaqinlashtiramiz, M15 ga qo'yamiz. Bu yoqda pastki liniyaga teganda biz tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin. Ya'ni 3 daqiqalik сделка ochsak bo'ladi. Demak, M5 ga qo'ysak, ko'rib turganingizdek, hali bu liniyaga tegishiga bor. Demak, biz bugungi videoda 2 yoki 3 daqiqalik сделкаlar ochamiz. Kelinglar boshqa valyutni paralarga ham o'tib analiz qilishga harakat qilamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yoqda mana buni M30 ga o'tkazamiz. M30 ga o'tkazsak, bu yoqda ko'rib turganingizdek, hozirda tushunarsiz holat ekan. Bu valyutni parani o'tkazib yuboramiz deb, mana buni ko'rsak, bunda ham ko'rishingiz mumkin. Повышающий trend bor, ya'ni bozor oxirgi soatlarda polni faqat tepaga ko'tarilib kelgan. Demak, bu yoqda mana liniyasini ko'rib borishingiz mumkin. Mana shu liniyani bunday chizib ko'rsatib beraman. Bu mana повышающий trend bo'ladi. Endi maksimum уровень сопротивлениясini ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, mana men bu уровень сопротивлениясini ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda hozir sal teparoq chizsam, mana mana shu liniyadan hali bozor o'tib keta olmagan. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda ham mana triuголник hosil qilyapti. Demak, shu yoqda kelinglar biz 3 daqiqaga сделка ochib qo'yamiz, ya'ni $20 dan сделка ochamiz, chunki bu yoqda yaxshi vaziyati bor. Kelinglar bu liniyasini ham ko'rsak, bu liniya hali mana bizga tegmagan. Endi bu valyutni paraga o'tamiz. Bunda уже mana birinchi bo'lib biz yaqinlashtirib olishimiz kerak. Demak, kelinglar M5 emas, M1 ga qo'yamiz, chunki M1 da biz сделкаlar ochamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hozir pastga kelganda, pastroqqa tushganda biz сделка ochishga ulgurib olishimiz kerak. Chunki mana soyasini o'zi bu liniyadan o'tib ketgan. Kelinglar mana mana shu yoqda 3 daqiqalik сделка ochamiz. Ozgina atkat qilib o'tishi ham mumkin, chunki faqat mana shu liniyadan mana bir marta qaytib ketgan, soyasi bilan qaytib ketgan, mana yorib o'tib ketishi mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, internetimiz sal pastlik qilgani uchun hozir video zapis o'chib qoldi. Mana sizlarga yana davomidan ko'rsatib ketaman. Ko'rib turganingizdek, bozor уже mana shu liniyadan hozirda buzib o'tib keta olmayapti. Mana уже tepaga harakatlanishni boshladi. Kelinglar biz bu valyutni parani izbiriniga olib qo'yamiz tepadagi holatni ko'rib borish uchun. Ya'ni сделкamiz o'tayotgan bo'lsa yashil chiqib turadi, agar minusga ketayotgan bo'lsa qizil bo'lib chiqib turadi. Kelinglar boshqa valyutni paraga o'tib ko'ramiz. Boshqa valyutni parada hali triuголникimizga kelmagan, lekin ko'rib turganingizdek, kelmasdan уже triuголникdan qaytib ketyapti. Buni ko'rish uchun mana M5 ga yoki M kattarog'iga o'tkazishimiz kerak. Endi biz yana boshqa valyutni paralarni qarab yaxshi vaziyat topishga harakat qilamiz. Demak, mana ko'rishingiz mumkin, bu yoqda ham mana уровень поддержкаga teyapti, уровень поддержкаga teyib bozor tepaga ketish kerak. Buni bilish uchun biz M1 ga o'tkazamiz va mana shu liniyaga tegishini kutishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek, 2 marta ozgina proboy qilgan va sirazi bozor tepaga qarab yurib ketgan. Mana shu liniyaga teganda biz yana tepaga 3 daqiqalik сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, hali bu liniyaga kela olmayapti, lekin soyasi ozgina qolib, yana badani tepaga chiqib ketyapti. Kelinglar, shu yoqda biz mana 3 daqiqaga $20lik сделка ochib qo'ydik tepaga qaratib. Demak, bu valyutni parani ham biz izbiriniga olib qo'yishimiz kerak, chunki holatni ko'rib borish uchun. Ko'rib turganingizdek, mana tepada ikkalasi ham hozirda yashil yonib turibdi. Bu ham уже bu valyutni para ham bizga mana tepaga ketibdi. Menimcha bu сделкamiz bizga 100% plusga yopiladi va bizga daromad olib keladi. Kelinglar, yevro USD ga o'tib ko'ramiz. Bundagi holatni ko'rsak, ko'rib turganingizdek, volatilность katta ekan. Bu yoqda уровень поддержка, bu yoqda уровень сопротивления bor. Bozor hozirda o'rtada harakatlanayotgani uchun bu yoqda сделкаga kirishga opasniy deb bilaman, chunki qayerga ketishini hali aniq bilmaymiz. Mana bu yoqda ham ko'rib turganingizdek bitta liniyaga tegayotgan ekan. повышающий trend bor, bozor tepaga qarab ketyapti. Buni mana qayerdan bilamiz? Uzoqroqdan analiz qilishimiz kerak. Demak, ko'rib
turganinglardek понижающий trend ketayotgandi va bozor srazi повышающий trendga o'zgaryapti. Ya'ni oxirgi 3 ta switch bizga yashil bo'lib yopilib berilgan. Demak, bunaqa valyutniy paralarni ham o'tkazib yuboramiz. Hozir bizani сделкamiz yopilishiga ozgina soniyalar qoldi. Ko'rib turganinglardek 3 soniya qoldi va bizani birinchi сделкamiz ko'rishinglar mumkin plyusga yopildi. Demak, bizani ikkinchi сделкamiz hozirda minusga qarab ketayotgan ekan. Kelinglar, shu yoqda biz yana bitta 3 daqiqaga tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz, chunki bizani liniyamizni kesib o'tdi. Hozir yana mana shu liniyani o'ziga qaytish kerak. Demak, biz boshqa valyutniy paralarga o'tib ko'ramiz. Hozirgi valyutniy parada ham bizda yaxshi vaziyat bor edi. Demak, bu valyutniy parani ham ko'rishimiz mumkin. Boshqa M10 ga o'tkazamiz. Bunda ham holatni ko'rishimiz kerak. Mana mashinaga kelganda biz tepaga qarab сделка ochishimiz mumkin, chunki o'sha liniyada bizda atkat bo'ladi. Demak, M1 ga o'tkazib ko'ramiz. Bu yoqda ko'rib turganinglardek hozirda uncha uverenniy holat yo'q, chunki hali bozor pastga qarab ketadi. Bu yoqda 1-2 daqiqaga pastga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Demak, boshqa valyutniy paralarni analiz qilishga harakat qilamiz. Demak, ko'rib turganinglardek bunda ham yaxshi vaziyatda emas. Keyingi valyutniy paraga o'tsak, mana bunda уровень поддержка, уровень сопротивлениyalarni ko'rishimiz mumkin va bozor hozirda o'rtada harakatlanyapti. Kelinglar, biz уровень поддержкасini chizib qo'yamiz. Agar videoni tugatgunimizcha shu liniyalarga kelib qolsa, biz сделка ochib yana pul ishlab olsak bo'ladi. Demak, уровень поддержка bor, уровень сопротивления bor. Bu yoqda ko'rib turganinglardek yana bitta уровень bor. Mana shu liniyada ham bozor ko'p atkat bo'lgan. Ya'ni mana shu liniyaga kelganda bozorda sotuvchi va sotib oluvchilar ko'payib qolgan. Ko'rib turganinglardek bitta, ikkita, 3 talab atkat bo'lgan. Demak, bizani hozir eski сделкамizga o'tsak, ko'rishinglar mumkin yaxshigina pastga tushib ketibdi. Demak, birinchi сделкamiz adashmasam minusga yopiladi, ikkinchi сделкamiz bizga plyusga yopilib berish kerak. Demak, birinchi сделкamiz yopilishiga 3 soniya qoldi, ikkinchisiga hali 1 daqiqa bor. Bozor endi bizga tepaga ko'tarilib berish kerak. Demak, bu yoqda uzoqroqdan olamiz. Bu liniyada hali holat bo'lmagan, lekin ko'rishinglar mumkin bozor понижающий trend bo'yicha harakatlanyapti. Mana bu yoqda hozir mana shu liniyagacha bizga tegish kerak. Agar bu liniyaga tegmasa, bemalol pastga qarab сделка ochsak bo'ladi. Ya'ni понижающий trendni bozor davom ettirib ketadi degan holatda. Demak, biz hozir liniyalar chizib olgan valyutniy paramizga qaytamiz. O'sha valyutniy parani topib olsak, mana ko'rib turganinglardek bu liniyadan уже yana bozor tepaga qarab chiqib ketyapti. Demak, bu yoqda tepaga chiqib ketayotgan bo'lsa, kelinglar, biz 2 daqiqaga tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz $20 ga. Balansimizda $146 bo'ldi. Videoni oxirida qancha foyda qildik yoki zarar qildik, shuni hisoblab olsanglar bo'ladi. Demak, biz bu valyutniy parani ham biz izbiriniyga olib qo'yishimiz kerak va bundan oldingi valyutniy paramizga o'tsak, ko'rib turganinglardek, уже bizga bozor normalniy minusga qarab ketib qoldi. Demak, bu yoqda yana biz $20 ga сделка ochamiz. Endi bozor pastga yurib ketishiga bemalol сделка ochsak bo'ladi, chunki ko'rib turganinglardek bu liniyani kesib o'tib ketdi. Keyingi switch bizga qizilga yopilishi kerak. Mana bizning ikkinchi сделкamiz ham minusga yopordi. Demak, martingale strategiyasini qo'llasak bo'ladi. Kelinglar, keyingi сделкamizni biz analiz qilib $40 ga сделка ochishga harakat qilamiz. Demak, bu yoqda понижающий trend bor. Ko'rib turganinglardek hozir kichkinagina tepaga yurib berishi mumkin bozor. Undan keyin bemalol biz pastga qarab сделка ochsak bo'ladi. Demak, bu yoqda ozgina mana tepaga pastga yuradi. Undan keyin bozor bizga tepaga yurib ketishi mumkin. Demak, 1 daqiqaga biz tepaga qarab сделка ochdik. Bundan oldingi ochgan сделкamizni ko'rsak, ko'rib turganinglardek bu yoqda ham bizda hozirda minus ketayotgan ekan. Demak, mana shu liniyadan bozor qaytib ketish kerak. 1 daqiqaga tepaga qarab сделка ochamiz. Hozirda ikkita сделкamiz 1 daqiqadan ochilgan va ikkalasi ham bizda $40 dan ochilgan. Shu ikkalasi ham o'tib bersa, biz уже minuslarimizni 100% qoplab olamiz. Demak, ko'rib turganinglardek hozirda ikkala сделкamiz ham bizga plyusga qarab ketyapti. Demak, buni biz tepaga qarab ochgan ekanmiz. Traders bo'limiga o'tsak, hozirda ko'rishinglar mumkin 3 ta сделкamiz aktiv holatda ekan. Bittasi mana 20 sekund qoldi yopilishiga. Bu hozirda minusda ketyapti. Tepadagi liniyada ochib qo'ygandik va ikkinchisi yopilishiga ko'rib turganinglardek 15 soniya qoldi va bozor tepaga qarab yurib beryapti. Agar oxirgi soniyalarda bu liniyadan ham o'tib bersa, bizning uchala сделкamiz ham ko'rib turganinglardek plyusga yopilishi mumkin, lekin bizga birinchi сделкamizni plyusga yopolmadi. Keyingi сделкamiz bizga 100% plyusga yopildi. Demak, bundan oldingi сделкамizga o'tsak, ko'rib turganinglardek bu сделкamiz ham oxirida mana impuls bilan pastga tushib ketayotgan ekan. Hozir agar tepaga chiqib bersa, bizga foydaga yopilishi mumkin. Demak, ko'rib turganinglardek bu сделкamiz bizga minusga yopildi. Oxirida bizga impuls bilan bozor pastga tushib ketib qoldi. Demak, bunaqa payt yana biz dagon qilib 2-3 ta сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Kelinglar, shu odam pastga qaratib biz 4 ta сделка ochdik 1 daqiqada. Nega desanglar, impuls bilan pastga tushib berdi. Hozir bozor yana bitta switch bizga pastga tushib berish kerak. Kelinglar, traders bo'limini ochib, biz hozir sizlar bilan natijani kuzatamiz.
Mana szelkalarimiz yopilishiga 4 soniya qoldi. Ko'rib turganingizdek, bu szelkalarimiz bizga 100% plusga yopildi. Nega bunaqa 3 talab $40 biz szelka ochyordik va 1 daqiqaga ochyordik. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Bu liniyani atkat qilib o'tdi va yana shu liniyaga qaytib katta impuls bilan bozor bizga pastga tushib ketdi. O'shaning uchun yana mana shu liniyagacha borish kerak. O'shaning uchun biz sirazi 1 daqiqadan 3 ta szelka ochyordik. Bu uverenda yopiladigan szelka edi. Demak, ko'rib turganingizdek, mana shu liniyalarda hozir bozor harakatlanyapti. Biz уже balansimizda $252 qildik. Bugungi stop qilsak ham bo'ladi. Videoni boshida balansimizda $187 bor edi. Hozir yana bir marta biz pastga qarab szelka ochib olishimiz mumkin, lekin videomiz cho'zilib ketadi. Lekin ko'rib turganingizdek, mana shu liniyagacha bozor aniq tegadi. Bitta yashil switcher bilan bo'lsa ham mana shu liniyaga tegib yoki atkat qilib orqaga qaytib ketadi yoki shu liniyamizni buzib o'tib ketadi. Demak, bu saytdan shunaqa analiz qilib pul ishlash yoki har xil taktika, strategiyalar kerak bo'lsa, bizani Telegram va YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yilib, bu saytdan pul ishlash haqida ko'p va tez video obzorlar qilib chiqarib turamiz. Demak, bu sayt silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz silkasini video opsiyasidan bemalol olishinglar mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab olasizlar deb umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.